Navbahor professional futbol klubi rasmiy bayonoti. Navbahor futbol klubi bugun yangi bosh murabbiy sifatida Timur Kapadiyni rasman tanishtiradi. Tajribali mutaxassis klub rahbariyati bilan barcha masalalarni muhokama qilgan holda jamoadagi kelgusi rejalar va maqsadlar yuzasidan to'liq kelishuvga erishdi. Tomonlar o'zaro shartnoma imzoladi. Timur Kapadiy O'zbekiston futbolining eng taniqli vakillaridan biri bo'lib, murabbiylik faoliyati davomida yoshlardan tortib milliy terma jamoagacha bo'lgan, turli darajadagi jamoalarni muvaffaqiyatli boshqargan. Uning qo'l ostida jamoalar xalqaro maydonda yirik natijalarga erishgan. Navbahor futbol klubi rahbariyati Timur Kapadiyning tajribasi, professional qarashlari va zamonaviy futbolga oid yondashuvi klub oldiga qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirishda muhim o'rin tutishiga ishonch bildiradi. Yangi bosh murabbiy bugundan boshlab jamoa bilan ishlashni boshlaydi. Navbahor futbol klubi Timur Kapadiyni jamoaga xush kelibsiz deydi va uning faoliyatiga ulkan omad tilaydi. Navbahor professional futbol klubi matbuot xizmati. Farg'ona viloyatining sharafli o'g'loni O'zbekiston U17 terma jamoasini Osiyo chempionligiga yetaklagan va jahon chempionati nimchorak finaliga olib chiqqan murabbiy Islombek Ismoilov Neftchi professional futbol klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Marg'ilon shahrida tug'ilgan Islombek Ismoilov yosh bo'lishiga qaramasdan milliy futbolimizda sezilarli natijalarga erishib, murabbiylik sohasida eng istiqbolli kadrlardan biri sifatida tanilgan. U boshqargan U17 terma jamoasi zamonaviy o'yin uslubi, intizom va xarakter bilan mamlakatimiz sharafini munosib himoya qildi. Neftchi jamoasining chempion sifatida kelgusi mavsumdagi asosiy vazifalari chempionlikni saqlab qolish va mustahkamlash, Osiyo Chempionlar Ligasi elit bosqichida muvaffaqiyatli ishtirok etish, jamoaning raqobatbardosh va uzluksiz rivojini ta'minlash hisoblanadi. Islombek Ismoilovga jamoamizni boshqarishda sharafli va mas'uliyatli vazifa yuklangani uchun zafarlar tilaymiz. U bilan birga Neftchi yangi maqsadlar, yangi g'alabalar va yangi tarix sari yo'lga chiqmoqda.